Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Windows 10 kompyuterlarda qanday qilib hech qanaqa ilova o'rnatmasdan Windows ekranini zapis qilishni o'rganamiz. Buning uchun hech qanaqa ilova yuklab olish shart emas. Mana ketdik. Uchun biz Windows qidiruv tizimiga kelib, Game Bar deb yozamiz. Bu chiqib turgan Game Bar ilovasi paydo bo'ladi. Demak, bu ilovamiz Windows 10 kompyuterlarimizda o'zida bor, mavjud bo'lgan ilova hisoblanadi va bu ilova orqali ekranimizni yozib olishimiz yoki ekranimizdan skrinshotlar olishimiz mumkin bo'ladi. Yoki qisqa yo'l. Klaviaturamizdan Windows va G tugmalarini bosish orqali ham chiqarsak bo'ladi. Windows va G tugmalarini bosganimizda shunaqa oyna hosil bo'ladi. Bu yerda bu tugmani bosamiz va bizda ekranimizni yozishni boshlaydi. Va yozib olingan zapislarimizni biz bu yerda ko'rsak bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, yana davom etamiz. Kanallarimizga obuna bo'lib qo'ying va yangiliklarda sizlar bilan doim bo'lishib boraman.